Assalomu alaykum. Bugun sog'liq bo'lsa 12-aprel 2025-yil bizlar azam bilan yana shu Ehson bo'yicha 500 ming so'm, yana shu Atabayev ikkinchi mahalladan yana 500 ming so'm ehson etgan ekan. Aqsaqal bilan maslahatlashib bu safarga manzilimiz 10-mahallada bu safarga manzilimiz Yashulus qaytish bo'ldi. Qaynnes qaytish bo'ldi. Bir qizi bir sal keselledi. Bir ana var qarash, yolg'iz ana, 3 tane kichkina farzandi var. Ana shu manzilga yetkazamiz bu safar xudo xolasa ehsonimizni. Kimda kim ehson qilaman desa 724 aloqadamiz. Telefon etasalar, WhatsApp nomerlarimiz var. Karta nomer tashab beramiz. Bizlar iloji barincha joyina yetkazamiz degan niyatdamiz. Aqsaqal bu safarga adresimiz ham Toshna. Toshna. Malades, rahmat. Bizlarning maqsadimiz faqat elimizda, shu mahallamizda bir-birimizga yordam berib, yaxshi kununda, yomon kununda, to'yinda, tomoshasida faqat birgalikda turib bizlarning maqsadimiz. Kimda kim aloqaga chiqaman desa, ehson etaman desa, yil 12 oy bizlar harakatdamiz. Hammaga rahmat. Videolarimiz davomida ko'raverasizlar. Atabayev, sog' bo'l, salomat bo'l. Ikkinchi mahalladan bu safarga ehson qiluvchi. Sog'liq bo'lsa, loyihachilarimiz ham kelgan, yo'llarda polni o'lchab, taxlab 1 kilometr 600 metr yerda polni tamamini o'lchab ketdi Aqsaqal. Malades, xudo xolasa tez kunlarda eni shundan buyog'am ta Miskinatani yo'lini cheldi. 1680. 1 kilometr 680 metr ha. Shunga chiqardik. Malades. Bizning manzilimiz en shu yoqdan 10-mahallaning ichidan shu yoqqa qarab boraveramiz. Xudo xolasa manzilga keldik. Eson-omon berdik. Bir videoga tushiruvga ne bo'ldi-da? İşte bu 10-mahalladamiz. Hammasini joy-joyina qo'ydik. Bu safar ham adresni Toshna tanlab manzildan yetkazdik degan niyatdamiz. Kimda kim ehson qilgan bo'lsa, birini yana aytganda millionlar bersin. Faqat elimizda yaxshi kun ko'p bo'lsin. Ata-onasidan kichkina bolalar hech kim ayrilmasin. Bolalardan ata-onalar ayrilmasin. Faqat yaxshi kun bo'lsin mahallamizda. Aqsaqal sana rahmat. Baringga shukr. Sağ ol. Yigitler aman olsun, şu meydanı yigitler aman olsun. İşler olmaz bulayım. Amin. Aman gezlenmesem. Yakma şunu ettiriyorsun batları yigitlere. Hammaga rahmat. Shunda xudo xolasa zabordan ham tamam bo'lgan yerinden ham sal o'tadi. Bu yog'i o'zi xudo xolasa yo'limiz Miskinataning yana doğru ketadi, shu yerdan borib da pavorotga keldi. Loyihaga kirgizildi o'zi. Endigi mesele bu video müracaatimiz kimde kim yine asfalt kemesden eldin şu yoldan köprü ötküzecek bolsa, gaz ötküzecek bolsa, su ötküzecek bolsa eldinden yine ötküzüp alı gerek. Yol eski vaktinde. Asfalt yatırılgandan keyin şu oldu. Dakan sabır görseteygendi. Bir yer aytıldı ha? Yine şu yer. Aslanmay bir yer tarihi. Aslan ayttım mı ama? Şu yerga turba tashav gerek. Yani aytganday da doğursam. Doğru emas bu? Eldinden o yol hazır yaman vaqtında gaz ötürecek, su ötürecek, zat ötürecek, ötürüp qalıp gerek. Erten asfalt ötkendan keyin ne azapta yettik bu. Olmayın. Opşu mutlaka olmayın. Şu eldinden mene kim ötüremen dese hazır ötürüp alsın mene. Bağa ötetiğin yer var ene şu yerden mene. Bağdan adamlar aytып yürüyüp şu yerden bir turba taşıymış. Taşap alınlar hazır ene. Vaqti var. Erten asfalt kelgandan keyin asfaltın üstünde ne azaplarda, ne minnetlerde xudo xolasa xalq el bilan, yigitlar bilan birga yetishdik. Nima deydi? Patingamizni yechib chiqatolmaydi darajada bir minnet etdi bolalar. To'g'ri emasmi? Yine oxiri shu yerdan pavorotga keldi, sog'liq bo'lsa, hammasi chotki bo'ladi. Hammaga rahmat. Videomizning oxirida aytib o'taylik. Bir deydi, yaxshi insonlar, ota-onalar bolasini shunday deb söküned ekende, Xudoyim deydi eken, eng boy adamlardan qatarında bo'lgaysan, ehson qiluvchilardan qatarında bo'lgaysan, qanday qiynalganlarga yordam beruvchilardan qatarında bo'lgaysan deb, yaqin deydi sökünüp bir yomonlik ish etsa shunday aytadi ekanda. Shuning uchun shu meni ko'rib turgan hammangiz, like bosib turgan, podpiska bosib turganlar ham dunyodagi eng boy adamlardan qatarında bo'lgaysizlar. Shunday ehson qiluvchilardan qatarında bo'lgaysizlar. Biz hele bu yaxshi işlerde deydi o. Eng başındamız bu xolasa. Bizim elimiz, bizim yurtumuz, bizim mahallemizdagi yigitleri bu xolasa
Dım köp zatlara kaldı. Bilemiz onu. Lekin sekin hemmesi. Biro düşünüşümüz daha kalesi hemmesi yaxşı bolar. Şunun üçün hammaga rahmet. Şu ihsan qiluvchilar eng boy adamlarning qatorida bo'lgaysizlar. Rahmet, sizlarga yaxshi tilaklerim shu. Kunlarimiz xayrli bo'lsin.